ruxsatni kutdi. Ruxsat bor. Zarbaga tayyorgarlik yo'llandi va gol urildi. Bunyodkor hisobda oldinga chiqib olmoqda. 10-daqiqada penaltidan mana bu futbolchi darvozani ishg'ol etyapti. 2+1 bo'ldi uning statistikasi. Bunyodkor fan klubi faollashdi. Bu goldan keyin ruxsat berildi. Ruslanbek zarba va gol. Hisob tenglashyapti 1-1. Ruslanbek Jiyanov Navbahor safida navbatdagi golini kiritishga muvaffaq bo'lyapti. Neftchiga gol urgandi Jiyanov bu mavsumda. Yo'ldoshev, ofsayd yo'qmi? Abdunabiyev jarima maydoniga kiryapti. Ortga pas, zarba va gol! Bunyodkor uchrashuvda ikkinchi bor hisobda oldinga o'tib olmoqda. Martin Shroler gol muallifi. Gedesh pozitsiyani ochiqchasiga boy berib qo'ydi. Yana Navbahor himoyachilarining xatosi. Bu himoyachilar juda ham ko'p pand berishyapti. Qayerda yuribdi Gedesh? Kim qo'riqladi Shrolerni? Qanotga qoldirdi Karpovich. Yuqoridan va zarba gol! Ruslanbek Jiyanov dublni rasmiylashtirmoqda Navbahor futbolchisi. O'zi hujumni aynan u boshlab bergandi. Keyin mana shunday tarzda davom etdi. Bunyodkor himoyachilari e'tibor bering, Jiyanovni qo'riqlashmadi. Bemalol jarima maydoni ichida yurib bordi. Bosh bilan zarba yo'lladi, darvozani ishg'ol etdi. 2-1. Endi Bunyodkor hisobda quvlashi kerak. Biroz shoshib qoldi Zabihullo O'rinboyev. Hozir Boburbek Yo'ldoshev xatoga yo'l qo'ydi. Zabihullo chap qanotga Alisher Odilov yaqinlashyapti jarima maydoniga. Qarshisida Normurodov bor. Odilov uzatma, Shohmalik 3-1. Navbahor hisobni ishonchli ko'rinishga keltirmoqda. Mana bu yerda Boburbek Yo'ldoshevdan xato, keyin yana himoyachilar jarima maydoni ichida Odilovni o'tkazib yuborishdi. To'pni ham Shohmalik Komilov esa Sergey Lushan qay darajada to'g'ri o'zgarish qilganligini ko'rsatmoqda. Sal avval maydonga tushgan futbolchi o'z nomini tabloga yozdirdi. 3-1. Darvoqe Alisher Odilovda navbatdagi 6-assist. Oldinda siz aynan telekanalimiz orqali Qizilqum Paxtakor uchrashuvini kuzatishingiz mumkin. Hozir yaxshi vaziyat, zarba va hisob qisqaryapti. 2-3. Bermaydi to'pni Ergashev. Aytgandik-ku, Navbahor hujumi zo'r, o'z gollarini topib ketadi, ammo himoya shunday ikkita bo'lsa-da to'p o'tkazib yubormoqda.